50 ming so'm. Salom do'stlar. Bugun Toshkentda 50 ming so'm bilan yashasa bo'ladimi, yo'qmi? Bilib olamiz. Tosuga ham yetib kelib oldik. Endi taksida yurishga pulimiz yo'q. Mana endi avtobusdan ko'rdingiz qanaqa beklar ekanligini. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Peshkezi dong'imangacha yetib olibdi-da, aka. Yo'g'i, gap yo'q. O'shanga mana shu kartoshkangizdan ikkita solib berasiz, issiq choy bilan. Nima deysiz? Ketasizmi? Yo'q, shu yerda yeyman, aka. Kiring choylarni yo'q. Bo'ldi. Aka, bunga qarshi emasmisiz? Yo'q. Sizga savolim bor. 50 ming so'm bilan Toshkentda yashasa bo'ladimi bir kun? 50 ming so'm bilan, da. Bir kun Toshkentda завтрак, обед, ужин, transportingiz bor. Yashasa bo'ladimi? Kam, ha? Necha pul bo'ldi, aka, menda? Nimangiz bo'ladi o'zi sizda, aka? Kartoshka, go'sht, sosiska, gumma, keyin somsalarni ham xar. Istaganka ishga qiladigan joy. Mana shu gumbazni ko'rganda nima esingizga tushadi? Aka, assalomu alaykum. Sizdan savol bermoqchiman, aka. Bo'ldi. Qarang, aka. Shu yerda osh, eng arzon osh qayerda qilinadi? Eng arzon osh